E-auksion platformasida elektron raqamli imzo kalitini olish. Onlayn auksion va elektron tanlovda ishtirok etish, platforma orqali mulk sotishda shaxsni identifikatsiya qilish maqsadida dastlab elektron raqamli imzo kalitini olish talab etiladi. E-auksion.uz portalidan ro'yxatdan o'tgandan keyin shaxsiy kabinetga kirib, menyular qatoridan erik kalitlari bo'limi tanlanadi. Keyingi bosqichda elektron raqamli imzo kalitiga ariza berish tugmasi bosiladi. Ariza shakli ochilgach, pasport yoki ID kartaning old va orqa tomonlari fotosuratini joylash talab etiladi. Ushbu amallarni bajarilgandan so'ng operator ariza beruvchini identifikatsiya qilishi uchun pasport bilan tushilgan fotosuratni joylashtirish hamda yaratiladigan elektron raqamli imzo kaliti uchun yopiq parolni kiritish talab etiladi. Parol tasdiqlangach, yuborish tugmasi bosiladi. Ariza operatorga kelib tushganidan so'ng tegishli tartibda barcha yuklangan hujjatlar o'rganib chiqiladi. Kamchilik mavjud bo'lmagan taqdirda ishtirokchining shaxsiy kabinetiga elektron raqamli imzo kaliti yuboriladi. Elektron raqamli imzo kaliti tayyorligi haqida xabar olingach, uni yuklab olgan holda kompyuter yoki mobil telefonga yuklanadi. Erik kaliti yordamida profilni tasdiqlash va elektron tanlovda ishtirok etish uchun ariza yuborish imkoniyati paydo bo'ladi. Eslatib o'tamiz, E-auksion platformasida savdolarda ishtirok uchun markaz tomonidan taqdim etiladigan elektron raqamli imzo kalitlari mutlaqo bepul. E-imzo modulini o'rnatish uchun uni eimzo.uz saytidan yuklab olish va kompyuterga o'rnatish talab etiladi. Erik kaliti faylini esa kompyuterning C yoki D diskiga ko'chirish zarur. Qulay E-auksion platformasida savdolarda ishtirok eting.